bandaga berilgan eng katta ne'mat tavhid ne'mati ekan. Va payg'ambar kelish ne'mati ekan. Chunki o'sha bilan insonda dunyo oxiratda saodati bor. Bir odamga agar tavhid ne'mati berilgan bo'lsa, la ilaha illallohni tushunsa, amal qilsa va payg'ambarlarga ergashish ne'mati berilgan bo'lsa, Muhammad Rasulullohni tushunib amal qilsa, bu odamdan baxtli odam yo'q aslida. Bu odam nonko'rlik qilib, noshukrlik qilib, yig'i-sig'i qilishga haqqi yo'q. Bu odam o'zini bechora sanashi, o'zini juda ham bir mahrum sanashligiga haqqi yo'q. Eng katta Allohning fazli bor unda. Unga mol dunyo, uy joy, xotin bola chaqa, ulov, markab berilmagan bo'lsa ham. Afsuski bugun odamlar o'ziga berilgan eng katta shu ne'matni his qilmaydi. Robbimdan xafaman. Shuncha so'radim, sevganimni bermadi. Robbimdan xafaman. Necha yildan beri uysizman, bitta uy bermaydi. Nodon, Robbim degan narsani bilibsan. U narsalar mana Alloh aytayapti-ku, Allohning fazli marhamati bor ekan senda, Allohni tanibsan. Odamlar to'playotgan hamma narsadan senga yaxshi bu. Odamlar to'playotgan hamma narsadan senga yaxshi bu. Keyin aytdilar: "Zalika min fadlillahi alayna va alan nas." Mana bu bizga va odamlarga Allohning fazlidandir. Ya'ni mana bu deganda birinchisi tavhid. Tavhid Allohning fazlidan bizga ham, odamlarga ham. Ikkinchi ma'nosi mana bu deganda payg'ambar qilib jo'natilgani payg'ambarlar. Birinchidan Allohning o'sha payg'ambarlariga, ikkinchidan odamlarga Allohning fazli bu. Uchinchi tafsirda aytilgan mana bu deganlardan maqsad zinodan pokliklari. U kishi zinodan pok bo'lib turib tuhmatga qolib qamoqqa kirdilar-ku. U kishiga Allohning fazli, odamlarga nimasi Allohning fazli desa, zinodan poklikni o'rgatadi. Zino bilan ayblashni yomonligini o'rgatadi odamlarga. Tuhmatdan asraydi ularni. Bu to'g'ri bo'lsa-da, lekin avvalgi ikki tafsir yaxshiroq muvofiq oyatga. Ya'ni tavhid payg'ambarlarga ham va odamlarga ham Allohning fazli va ikkinchi ma'nosi payg'ambarlar kelishi, payg'ambarlarga ham, odamlarga ham Allohning fazlidan. Mana shundan 617-foydani olamiz. Bandaga berilgan eng katta ne'mat tavhid ne'mati va payg'ambar kelish ne'mati ekan. Chunki o'sha bilan insonda dunyo oxiratda saodati bor. Bir odamga agar tavhid ne'mati berilgan bo'lsa, la ilaha illallohni tushunsa, amal qilsa va payg'ambarlarga ergashish ne'mati berilgan bo'lsa, Muhammad Rasulullohni tushunib amal qilsa, bu odamdan baxtli odam yo'q aslida. Bu odam nonko'rlik qilib, noshukrlik qilib, yig'i-sig'i qilishga haqqi yo'q. Yig'i-sig'i qilishga haqqi yo'q. Bu odam o'zini bechora sanashi, o'zini juda ham bir mahrum sanashligiga haqqi yo'q. Eng katta Allohning fazli bor unda. Unga mol dunyo, uy joy, xotin bola chaqa, ulov, markab berilmagan bo'lsa ham. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu khayrun mimma yajma'un deydi. Ayting Allohning fazlidan, marhamatidan xursand bo'lsinlar, ana shu odamlar jamlayotgan narsalardan yaxshidir. Afsuski bugun odamlar o'ziga berilgan eng katta shu ne'matni his qilmaydi. Robbimdan xafaman. Shuncha so'radim, sevganimni bermadi. Robbimdan xafaman. Necha yildan beri uysizman, bitta uy bermaydi. Nodon, Robbim degan narsani bilibsan. U narsalar mana Alloh aytayapti-ku, Allohning fazli marhamati bor ekan senda, Allohni tanibsan. Odamlar to'playotgan hamma narsadan senga yaxshi bu. O'sha odamlardagi narsalar nima foyda beradi Alloh huzuriga ketgandan keyin? O'sha uy joyi, xotin bola chaqasi, sevgani uni Allohning azobidan qutqara oladimi agar Allohni tanimagan, payg'ambarni tanimagan bo'lsa? Yo'q. Ammo senga bu narsalar hech narsa qaysi berilmagan bo'lsa-da, uy joy, xotin bola chaqa, Allohni tanigan bo'lsang, avvalo shu dunyoda beriladi ham hammasi. Aytaylik berilmagan taqdirda oxiratda bundan yaxshi qilib beriladi senga. Odam bunaqangi nonko'r bo'lmasligi kerak. Shuning uchun mana shu oyatning davomida ham keladi hozir. Walakinna aktharun nasi la yashkurun deydilar. Yusuf alayhisalom odamlarning aksari lekin shukr qilmaydi degan. Ya'ni shunday katta ne'mat Alloh o'zini tanitdi, payg'ambarini tanitdi, bu noshukrlik qiladi. Qarasang, ayniqsa men talib ilmlarda shunday hayot bor. Allohni tanish, payg'ambarini tanish hayoti bor unda. U kishi qarasang Allohning payg'ambarini tanimaydiganlarning hayotiga orzu qilib yuradi. Aktyorlar hayotini orzu qiladi. G'arb hayotini orzu qiladi. Qo'shiqchilar hayotini, o'shalarga qiziqadi, shularga mazada deydi. Yana shu oyatning tafsirida aytishgan ulamolar Allohning fazlidan anbiyolarga manhaj tushirgan. Xaloyiqni o'sha manhaj bilan to'g'ri yo'lga boshlaydi ular. Ya'ni bizga Alloh kitob nozil qilgan qarang. O'sha kitobda qanday yashashimiz kerakligi
va oxiratda keyin nimalarga erishishimiz hammasi aytilgan. Bu katta fazli Allohning. Bizni shunday tashlab qo'ymagan, bilganingdek yashadib, keyin oxiri jahannamga ketadigan qilib. Shuning uchun Alloh Qur'onda aytadi: "Laqad mannallohu alal mu'minin iz ba'atha fihim rasula." Alloh mu'minlarga katta ne'mat berdi, ularga o'zlarining ichidan rasul jo'natib deydi. Mana bu oyatda ham bizga va odamlarga Allohning fazlidan deganliklarida shuning uchun tafsirda aytishgan, bizga va mu'min odamlarga Allohning fazlidan. Chunki payg'ambar kelgandan keyin ergashmagan kishilar bu fazilatga tushmaydi ular. Odamlardan maqsad umum bo'lsa-da ko'rinishidan, lekin xos ekan uki mu'min odamlarga Allohning fazlidan. Boshqalar ergashsa fazlidan bo'lardi, o'zi lekin ergashmay o'sha fazilatdan mahrum bo'ldi. Endi mana shu yerda Alloh tavhidni tanitganini va payg'ambarlar jo'natishini uning fazli deb gapirganliklaridan 618-foyda chiqadi. Aslida Alloh payg'ambar yuborishi, kitob tushirishligi unga lozim emas. Bu Allohning fazlidan ekan. Aslida vujud dalili kifoya. Allohning borligiga, yolg'izligiga. Vujud dalilidan inson aslida Allohni tanib olish kerak. Bunday qarab atrofga, hammasida Allohga dalolat bor, o'zi tanib olish kerak Allohni. U senga payg'ambarlar jo'natib, bo'lib ham qayta-qayta ota-bola qilib jo'natib ularni. Yana keyin o'zgartiraverasan sen bu yoqdan payg'ambarlar yo'lini, u jo'nataveradi yangi payg'ambarlarni. Va yana kitoblar tushiraverishligi Allohga asli lozim ish emas. Bu hammasi Allohning fazlidan bu. Fazli degani, ya'ni unga lozim emas narsa. U o'zini fazlidan qilyapti buni. Masalan, birov senga hadiya berishi unga lozimmi? O'sha birovga yo'q. Bu uni fazli, bersa yaxshi. Bermasa sen nimaga bermaysan menga deya olmaysan. Alloh bizga payg'ambarlar jo'natish, kitoblar tushirishi ham xuddi shunday. Vallohning fazlidan bu. Nimaga payg'ambar kelmaydi deydi ba'zilar. Shu bitta payg'ambar kelib hammasini yechib bersa bo'lmaydimi deydi. Mana muammolarda. O'tgan payg'ambarlar kelishi ham o'zi Allohga lozim bo'lmagan. Hech bir narsa Allohga lozim emas. Bu Allohning fazli bizga. Fazilatda unaqa qilib fazilat sohibiga inkor qilinmaydi, men qilmaysan deb. Bu narsani tushunish muhimda. Bir kishini senga qilayotgan muomalasi o'zi unga vojibmi yoki u senga fazlidan qilyaptimi uni? Inson ana shuni tushunmasa juda ham bir yomon odamga aylanar ekan. Fazilat qilayotgan odamni fazilat qilganiga pushaymon qildirib yuboradi. Unga fazilatni xuddiki otasining mulkidek qilib talab qiladi. Masalan, bir olim senga ilm o'rgatishi, u fazilati uni. Har bittangiga bittadan ilm o'rgatib chiqmaydi olim kishi. Olim kishi odamlarga aytadi, odamlar izlanishi ularning vazifasi. Ha, Alloh ulamolardan ahd olgan deydi. Har bitta odamga bittadan aytib chiqasan deb ahd olmagan. U odamlarning vazifasi. Aytdimi olim bo'ldi, izlanish odamlarning vazifasi. Inson birovni unga qilayotgan fazilatini tanimasa, xudbin bo'la boshlaydi ana shunday. Xuddiki unda haqqi bor, qarzi bordek, unga fazilatni nimaga bermaysan deb inkor qila boshlar ekan. Bu Allohga ham qiladi, bandalarga ham qiladi bunaqa ishlar.